Assalomu alaykum obunachilarim, yaxshimisizlarmi? Короче, biz yangi bitta vartabon qo'shmoqchimiz akkauntimizga. Buning ismi Somel bo'ladi. Somel chunki ketyapti-ku, o'sha uchun olyapmiz. Bunisi qaytib kelmaydi-ku. Olamiz endi Lewandowski'ni olishimiz kerak bo'ldi. Salah bor. Yana ana Grimaldo kerak, o'shadan olamiz. Keyin bitta Carvajalni olishimiz kerak. Hozirda Somelni olib, 1-2 ta kuchaytiramiz. Qani bo'lmasa ketdik. Va Somel. Qani kuchaytiramizmi? Somelni hozirgi holati hech bo'lmasa 83 larga keltirib olamiz. Bitta fitnesimiz bor ekan, kuchaytirib olaylik qani. Mana bonus berdi, 97 berdi hali. Keyin speedi. Qani ketdi bo'lmasa Somel. Yaxshi. Reaksiyasi kuchayapti. Malatsi. 83 berdi. Ushlash shart emas edi. Yana shu ushlashga o'tdik-ku. Malatsi, reaksiya yaxshi. Mana 85 darajasiga ham keltirib oldik. Va bizda nima ham bonus ham tugab qoldi. Mana endi sizlarga Somelni ko'rsataman. Mana Somel 82. Короче, Kurtuvani olasizlar-ku, o'sha payti 82 reaksiyasi bo'ladi, 81 ushlash bo'ladi-ku, xuddi o'sha holatda bu yo'zi. O'sha holatga kuchaydi-da. Somel ham. Xo'p, mayli. Full qilyapkanmi ham ko'rsatib o'taman hali. Mana o'sha Haalandlarimizni 90 holatga keltirib oldik Van Dijk bilan. O'sha ikkinchi qismini chiqara olmadim. O'zim kuchaytirib yubordim-da. Mana zakonni kuchaydi. Haalanddan lekin ko'nglim olib to'lgan yo'q-da, bitta 100 chiqqani yo'q, bular 90 bergandan beri. De Bruyne ham 88 holatga keltirib oldik. Yaxshi kuchayapti bacha. Ronaldo 82 likda olib 85 bo'ldi bu ham. Son ham, Luka. Hamma короче ketaydiganlar bor-da, Oli. Короче, Lewandowski'ni olishim kerak, Carvajalni, keyin Grimaldoni, keyin yana bittasi bor, kimtu eslatib o'tinglar menga, keyin o'shani. Hep sog' bo'linglar. Video olyaptimi? Olyapti. Video davom etadi, azizlar. Mana mamnun qilsam yaxshiroq ketmay ekan. Donarim uncha yaxshi kuchaymaganda, sotib yuboraymi deyman-da. 93 bergan reaksiyasilar. Mayli turaversin hozircha. Ikkita 100 chiqarib oldik. Dembele bilan Van Dijkdan. Bittadan-da ikkita deyapman. Pedri, Valverde 89 lar. Bruno Fernandesda 98 ana bitta. Mana 2 dona kuchaysa o'shanisi 100 bo'ladi. Bruno Mendesdan bitta 100 chiqarganmiz speedini. Kyliandan ham qarib 100 chiqadi. Keyin olay pas. Ana Vinicius. Cannavaro. Beckham. Rivaldo. Batistuta ham bo'lishi kerak, Suarez. Arda Güler. Omad qattigina yutib qolgan Arda Güler tushdi, lekin zarbi ham bilan nima bo'lmadi bilan astag'firullah. Kuchaymadi bilan, yutolmadi-ya kallag'arlar. Sotganim yo'q 82 bo'lsa ham, nihoyat.
Batista'da 87 qilib yo'zni kuchaytirishga olmasam yo'qni qiziqarli. Nimayam yo'q. Shunaqa gaplar. Vanda o'yin kelibdi. Olamizmi? Qulflagaymi? Bizga kerak emas. Akalar, sizlar bitta maslahat qilish kerak-a. Короче, nima? Akkauntimni sotyapman. Mana shu akkauntni bitta obunachimizga sotgandan keyin bu degan video to'xtab qoladi degan emas, lekin bu degan video to'xtab qoladi degan emas. Sotyapman endi. O'gandan keyin o'zi biladi, mana 150% deb 75%dan ham o'zi biladi nima qilsa, ismnikini alishtiradi, alishtirish aniq. 61-darajaga chiqarilgan. Men endi 0 da o'ynayman-da akalar. Men unaqa nima qilmayman-da. Men o'zim keyin sotib oladigan akkauntim 25 da turibdi ranki. Manda 61 sotyapman buni. $100 ketdi akalar. $100 ketdi. Sizlar endi net o'ylashlaringiz mumkin, lekin uni Vyetnamlik do'stimizga bittasiga sotdik. Obunachimiz nima qildi? Vyetnamlik do'stimiz bilan nima qildik-da, короче, maslahatlashdik, sotib qo'ydik. Endi boshqa akkauntdan video chiqarishga harakat qilaman. To'xtab qolish yo'qmas bo'lsa. Mana shunaqa gaplar, do'stlar.